Assalomu alaykum boshlang'ich sinf ustozlari. Zulfiyaxon To'ychiyevada maxsus test platformasi borligini bilasizmi? Ya'niki ushbu platforma sizga atmosferasini, ya'ni attestatsiya, haqiqiy imtihon atmosferasini beradi. Shuning uchun ham tezroq bu platformadan foydalanishni boshlang. Bu platformaga ulanishni bilmayapsizmi? Buning uchun siz Zulfiyaxon To'ychiyevaning yopiq guruhida bo'lishingiz kerak. Har kungi yangi tipdagi demo testlarni ushbu platformaga joylab boramiz. Qani foydalanishni o'rganmoqchimisiz? Yaqinroq keling. Men sizga ushbu platformadan foydalanishni o'rgataman. Ushbu platformadan foydalanish uchun siz bizning yopiq guruhimizda bo'lishingiz kerak va sizga maxsus link beriladi. O'sha link orqali, ya'ni Zulfiyaxon test bot orqali boshlaysiz. Ushbu linkka kirasiz, mavjud yo'nalishdan birini tanlaysiz va sizga quyidagi kategoriyalar kelib chiqadi. Kasb standarti, maktab maslahatchisi va kelajak markazi direktorlar uchun pedagogik mahorat, attestatsiya, milliy sertifikat kabi kategoriyalar mavjud. Men sizga hozir demo test bo'limini tanladim va u yerdan yaqinda qo'yilgan demo testni yechishni boshladim. Har kuni olinadigan demo testimiz maxsus mana shu platformaga joylanadi va siz mana shu yerdagi platformadan testni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Sizga obzor qilish maqsadida testni tez yechib ketyapman. Ya'ni faqatgina bosib ketyapman. Demak, testni mana shu ko'rinishda siz belgilangan vaqt ichida 50 ta test uchun sizga 120 daqiqa vaqt beriladi. Mana shu vaqt ichida siz har bitta testni yechib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari sizga eng yaxshisi mana bunday badiiy matnlardan ham test keladi. Bilasiz, bu yil sizga 5 ta badiiy matn testi tushadi. Ushbu testlarni yechishingiz uchun, vaqtdan unumli foydalanishni bilishingiz uchun, har haqiqiy atmosfera muhitini olishingiz uchun sizga ushbu test kerak bo'ladi. Har safar bu testdan foydalanish uchun bot orqali bog'lanasiz va start tugmasini bosasiz, xohlagan kategoriyangizni tanlaysiz va kerakli bo'limdan siz uchun har kuni mavzulashtirilgan testlar ham joylab boriladi. Shuning uchun mavzulashtirilgan testlarni ham ushbu platformalarga da yechishingiz mumkin bo'ladi. Endi sizga mana testlarni belgilab yotgan paytingizda ham to'g'ri yoki noto'g'riligini albatta ko'rsatadi. Qizil ko'rsatyapti, ya'ni noto'g'ri belgiladim. Yashil esa to'g'ri bo'ladi. Va oxirida sizga umumiy ballingizni chiqarib beradi. Umumiy ballingiz mana 49 tadan 9 ta va 18 ball degani va men 1 daqiqa 23 sekundda bosib chiqdim va men nimalarda xato qilganimni bilmoqchiman. Buning uchun oxirida siz mana shu ko'rinishda platformani ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni har bitta javobingiz to'g'rimi yoki noto'g'ri ekanligini botni o'zi sizga aytib turadi. Mana qizillari bu noto'g'ri bajarganim, yashil esa to'g'ri javoblari. Mana shunday qilib siz botni bemalol platformada ishlashingiz mumkin. Sizga haqiqiy attestatsiya muhitini beradi. Siz o'zingizni xuddi attestatsiya jarayonidek his qilasiz va Xudo xohlasa attestatsiyada 50 tadan 50 ta yechishingiz uchun ajoyib qadam bo'ladi bu.